Hallo Leute, wir können mit Ihnen neues Thema lernen. Das Thema ist deutsche Alphabet. Biz bugun sizlar bilan yangi temani boshlaymiz. Ya'ni nemis tili darsiga kirish, nemis tilining eng birinchi dastlabki dars hisoblanadi. Es gibt deutsche Alphabet 26 Buchstaben. Ya'ni shunday o'tamiz. Birinchi nemischasi qo'ldan kelganicha, keyin bo'lsa o'zbekchasini aytib o'tishni harakat qilamiz. Shunga o'tishga harakat qilamiz. Es gibt deutsche Alphabet 26 Buchstaben. Ya'ni bu gapning ma'nosi nemis tili alfabetida, mana bu deutsche Alphabet, nemis tili alfabetida 26 ta harflar bor degan ma'noni beradi. Eslab qolishga harakat qilamiz. Mana shunday detalli joylarni daftarga yozib ketsak, yana ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu degani mana bu es gibt degan so'z bor degan ma'noni beradi. Bor. Masalan, u yerda bor, bu yerda bor degan so'zlar mana shunaqa jumlalar kelganda, keyinchalik o'tilganda mana shu es gibt so'zi bor degan ma'noni beradi bizga. Xo'p, endi deutsche Alphabet von A bis Z, ya'ni A harfidan boshlanib Z harfigacha davom etadi. Ya'ni A bilan Z orasidagi mana shu harflar nemis tili alfabetini tashkil etadi. Mana shu yerda 26 ta harflar bor. Endi mana shu yerda 26 ta harf, mana shu yerdan shu yergacha bo'lgan harflarning orasida mana shunday dumaloq ichiga olib qo'ygan harflarimda tovushida o'zgarish bo'ladi. Bu tovushlar qanday bo'lishi mumkin? Masalan, bu tovushlar o'zgaradi. Qolgan A, B, S, D, E, F, G, H, I, unzovaytir va boshqalar mana shularda o'zgarish bo'lmaydi. Lekin bizni eslab qolishimiz kerak, mana bu nemislarda uchraydigan bizdagi J harfi nemislarda J o'qilmaydi. Deyarli 90%-95% holatlarda deyarli 100% holatda ham J o'qilmaydi. Doimo Y o'qiladi. Shunga e'tibor beramiz. Buni ham yozib belgilab qo'yamiz. Doim bu harf Y o'qiladi. Masalan, joggen deb yoziladigan so'z bor. Uni joggen deb o'qilmaydi. Xuddi joggen deb yoziladi o'zbek tilidaqa bo'lib, lekin joggen deb o'qiladi. Ya'ni bu degani yengil yugurmoq degan ma'noni beradigan so'z hisoblanadi. Endi keyingi harfimiz R. Aynan mana shu harf nemislarning o'ziga xosligini berib turadigan harflardan hisoblanadi. Chunki R ni deyarli xuddi bu harfga o'xshab, deyarli 100% holatlarda R emas, G o'qiladi. Masalan, restoran degan, bizdagi restoran degan so'zni nemislar restaurant deb yozadi, lekin o'qilishi restoran bo'lib o'qiladi. Shunga e'tibor berish kerak, restoran. Ich bin jetzt im Restaurant degan bo'lsak, men hozir restorandaman degan ma'no beradi. Eslab qolamiz, R harfi doim G tarzida talaffuz qilinadi. Buni ham belgilab olamiz. Keyingi harfimiz S harfi. S harfi bilan Z harfi ikkalasining bog'liqligi bor. Ikkalasining bog'liqlik tomoni bor. Bu qanday tomoni desa, ikkalasiga bir-biriga qarama-qarshi. Qayerda siz Z harfini ko'radigan bo'lsak, nemischa so'zlarda uni biz S o'qiymiz. S o'qiymiz. Qayerda biz mana bu S harfini ko'radigan bo'lsak, uni Z o'qiymiz. Shunday S ni ko'rgan paytimizda Z o'qiymiz, Z ni ko'rgan paytimizda S o'qiymiz. Mana shunday o'ziga xoslik tomonlari bor. Endi ba'zi joylarda bunday bo'lmasligi mumkin, lekin bu qoida deyarli kamdan-kam uchraydi. Doim e'tibor beramiz. S bor joyda Z o'qiymiz, Z bor joyda S o'qiymiz. Masalan, bitta so'z yozaman, shu yerga Suzanmin degan so'zni yozishga harakat qilaman. Endi ozgina kichkina bo'lib qoladi. Mana shu so'z Zusammen deb o'qiladi. Oddiy nemis tiliga endi kirib kelayotgan talabalar shunday Zusammen deb o'qishi mumkin, lekin bu so'z unday emas. Bu so'z o'qilishi Suzanmin deb o'qiladi. Aytib o'tganimizdek, mana bu S, mana bu Z bo'ladi. Suzanmin deb o'qiladi. Suzanmin degani bu birgalikda degan ma'no beradigan so'z hisoblanadi. Suzanmin deb o'qiladi. Endi bu harflarga 26 ta harfga tushundik. Endi nemislarda yana bir o'ziga xoslik tarafi bor. Bu o'ziga xoslik tarafi 3 ta harfning ustiga mana bunda 2 ta ilmoqcha qo'yiladi, 2 ta nuqtacha qo'yiladi. Mana shu 2 ta nuqtacha deb ataladi, 2 ta nuqtacha bor. Buni nemislarda umlaut deb ataladi. Mana yozib o'tganmiz, umlaut deb ataladi. Aynan shuni ko'rsak, umlaut mana bular bo'lsa 3 ta umlautli harflar hisoblanadi. Bularning birinchi ya'ni ersta umlautli harfimiz A bo'ladi. Bu agar shu A ning ustida mana bunday A emas, mana bunday A ni ko'radigan bo'lsak, buni doim E o'qib ketamiz. A o'qimaymiz buni. Boshida aytib o'tdikki, mana bu A harfi o'zgarishga uchramaydi deb o'tdik. Lekin mana bu yerda o'zgaryapti-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Buni sababi, buni ustida nima bor? Mana bu ikkita nuqta umlautimiz borligi uchun bu harf doimo E bo'lib ketadi. Masalan, Methin deb o'qiladi. Mana bu Methin, ya'ni bu A turgan bo'lsa, umlaut bor.
metxin deb o'qiladigan so'z hisoblanadi. Ya'ni qizlar degan ma'noni beradi. Metxin bo'lib mana bu a harfimiz umlaut hisobiga e harfiga o'zgarib ketadi. Endi ikkinchi umlautli harfimiz o harfi hisoblanadi. O harfini ustida ham umlaut ko'radigan bo'lsak, bu qanday o'qiladi? O u deb yozib qo'yganman. Buni o'zbek tilida yozib isbotlashni iloji yo'q. Mana bu so'zga e'tibor beramiz. Shun deb o'qiladi. Ö, tushundiga ö degan, lekin bu alfabetda yo'q. Shunga qaramasdan o'rganishga harakat qilamiz. Birinchi darsda, birinchi o'rganishda chiqmaydi. Bu tabiiy holat. Bizda ham shunday bo'lgan boshida. Shun deb o'qiladi. Bu degani chiroylisiz degani, chiroyli degan, yaxshi, chiroyli degan ma'noni beradi. Shun. E'tib eslab qoldik. Ö harf tarzda aytiladigan harf hisoblanadi. Endi mana bu uni ozmoz yozib o'xshatsak bo'ladi. Umlautli uni uy deb yozganman. Uber. Ya'ni bu degan uy bo'lib ketadi. Bu ham xuddi uy bo'lib ketadigan, cho'zib aytadigan harf hisoblanadi. Uber bo'ladi. Mana bunda Uber deb o'qimaymiz, Uber deb o'qimaymiz. Uber deb o'qiydigan so'z hisoblanadi. Bu Uber alt qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni bu haqida degan ma'noni beradi. Masalan, ich kann über meinen Vater erzählen bo'lsa, masalan, men dadam haqida yoki o'sha dadam haqida so'zlab beraman, sizlarga tushuntirib beraman, so'zlab beraman degan gapdagi über haqida degan ma'noni beradi. Endi keyingi qismimiz mana bu e'tibor beramiz keyingi qismiga. Mana bu ch, bizdagi ch harfini nemislarda nima debdi? Harf demagan e'tibor beramiz. Bunda tovush deb atagan. Aynan tovush deb atagan. Sababi bularda bu harf bizda ham harf birikmasi, lekin ularda harf birikmasi emas, tovush deb o'rganilgan. Tovush deb o'rganilgan. Shuning uchun buni harfni ham talaffuzini o'rganib chiqamiz. Endi bunda ch harfini ikkita nimasi bor? Talaffuz qilinadigan holati bor. Ikkalasi ham x aytiladi. Faqat ba'zi holatlarda yumshoq tarzda x aytilsa, ba'zi holatlarda qattiq holatda x aytiladi. Lekin bu juda u qadar ham sizni haligi nima deydi, qiynoqqa soladigan nima emas, jumla emas, qism emas. Eslab qolishimiz kerak. Ch harfini ko'rganimizda biz qanday o'qirkanmiz? X tarzda talaffuz qilsak bo'ladi. Masalan, mana bu ich degani eslab qolamiz. Ich, men degani. Ich emas yoki ich emas, ich. Yana ham shunday talaffuz qilish kerakki, i bo'lib chiqishi kerak. Ich bo'ladi. Ich bo'lib, mana shu nemislar aytadi, bu degani men degan ma'noni beradi. Ikkinchisi milk, ya'ni sut. Milk. O'sha xani ham eslab qolamiz. Yumshoq tarzda o'sha yumshoq x tarzda milk bo'lib chiqib ketishi kerak. Shunday harf hisoblanadi. Endi uchinchisi buch hisoblanadi. Bu kitob. Das bedeutet auf Uzbekisch Buch, kitob. Ya'ni kitobni nemischa variantini aytilishi buch bo'ladi. Buch bo'lib, mana bu oxirgisi buch emas, bu juda katta xato hisoblanadi. Buch aytilsa, shunda kitob degan ma'noni beradigan so'z harf birikma hisoblanadi. Endi qachon yumshoq x aytiladi? I, e, mana bu a umlautli harf, u umlautdan keyin kelsa, oldin emas, keyin kelsa yumshoq tarzda x harfi talaffuz qilinadi x tarzida. Keyin a, o, u harflaridan keyin kelsa, unda qattiqroq tarzda, juda qattiq emas, endi mana bunga nisbatan ozgina qattiqroq tarzda aytilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi keyingisi mana bu umlautli harflar yana bitta sherigi bor edi, yoddan ko'tarilibdi. Mana bu katta SZ harfi. SZ deydi buni. SZ degan harf, bu alohida bitta, bu ham harf turi. Mana bu umlautlarda 3 ta umlauti, bu bilan bir 4 ta alohida harflar guruhi bor nemislarda. Aynan shu 4 tani oldinroq yuqorida tishdan chiqibdi, yoddan ko'tarilibdi. Mana shu 3 ta harf bilan bu 4-inchisi bor. Mana shu katta bettaga o'xshab yoziladigan harf hisoblanadi. Buni talaffuz doimo oddiy s tarzda aytib ketaveramiz. Masalan, gross. Yuqorida aytdik, r ni qanday aytamiz dedik? G deb aytamiz. Masalan, g'istog'ondagi g ga o'xshadi. Gross desak, gross yoki gross. Xuddi shu gross degani mana shu s tarzda aytilyapti, bu g tarzda aytilyapti. Bu bizda gross katta degan ma'noni beradi. Shu gross mana shu jumla katta degan ma'noni beradi. Auf o'zbekchada. Endi bular o'rganmagan joyimiz shu yer qoldi. Bu yerda 3 ta harf birikmasi kelgan. Ya'ni e'tibor beramiz, uchalasida ham s harfi kelgan. S harfi o'zidan keyingi keladigan tovushga qarab nima bo'lgan? O'zgarishini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Agar s bilan ch harf birikmasi keladigan bo'lsa, biz aytdikki,
s'ni z aytamiz, bu chni x aytamiz dedi. Endi mana shu yerda ozgina nima deydi? Boshqa qoida kirib keladi. Boshqa qoida nima bo'ladi? Aynan mana shu s bilan chni birikmasini ko'radigan bo'lsak, biz doimo sh tarzda aytishimiz kerak. Masalan, yana qaytaraman, s bilan chni bitta joyda kelganini ko'radigan bo'lsak, sh tarzda aytib o'tamiz. Masalan, bu shula bo'ladi. Mana bu so'zimiz shula degan ma'noni beradi. Bu o'zbekchada das Wort bedeutet auf Uzbekisch maktab. Mana bu shula, eslab qolamiz. Shula, shula emas, aytib o'tganimdek s z bo'ladi, zichula emas. Shula deb aytsak, maktab degan ma'noni beradi. Endi mana bu yerda s bilan s'dan keyin nima qaysi harf kelgan? P harfi kelgan. Bu qanday bo'ladi desak, mana bu yerda aytdik, s'ni z aytamiz deb aytdik. Endi bu yerda yana qo'shimcha qoida bekorga alohida olib qavsga olib yozilmagan p harfi bor. Agarda p harfidan oldin s harfini ko'radigan bo'lsak, z emas, sport deb o'qilmaydi, yoki sport deb o'qilmaydi. Aynan mana shu p dan oldin s keladigan bo'lsa, sh o'qiladi. Ya'ni mana bu so'zimiz biz o'sha mashhur ko'p ishlatiladigan so'z sport so'zi o'zbek nemitchada talaffuz qilinadi, sport ko'rinishida, sport. Aynan mana shu so'z talaffuz etilishi sport deb ataladi. Masalan, yana bitta stop degan so'z olaylik. Bizda stop to'xta degan so'z bo'lsa, nemislar stop demaydi, stop deb aytadi. Stop ya'ni to'xta degan ma'noni beradi. Endi mana bu yerda t bilan s kelib qoladigan bo'lsa ham, xuddi mana bunga o'xshab s bilan t yo'q, bunga o'xshamaydi. Xato ketdi shu yerda. Agar s bilan t'dan oldin s keladigan bo'lsa ham doimo sh aytiladi. Demak, buni talaffuz qanday bo'ladi shunda? T'dan oldin s keladigan bo'lsa, demak bilish kerakki, shtat ko'rinishida o'qiladi, shtat. Mana bu yerda dtni o'zi odatiy holatda aytish, shtat deb aytish juda ham qiyin, ko'pchilik ayta olmaydi ham. Shuning uchun d bilan t kelsa, yana bitta qo'shimcha ma'lumot, t tarzida aytib ketaveradi. Yengil t. Yana qaytaramiz. T'dan oldin s kelsa, bilishimiz kerakki, sh tarzida aytiladi. P'dan oldin ham s keladigan bo'lsa, sh tarzida aytiladi. Bunisi sport, bunisi shtat. Ya'ni shtatning ma'nosi o'zbekchada shahar degan ma'noni beradi. Asosiy joylari nemislar alifbosini shulardan iborat. Endi kurs o'sha so'zlarni o'qish jarayonida ba'zi joylarda o'zgarishlar kelib chiqadi. Hamma joyda 80% qoida, 20% albatta qoidadan chetlashish kuzatiladi. Nemis tilida ham bor unaqa so'zlar. Albatta ularni yo'lma-yo'l o'qib ketish jarayonida yo'l-yo'laki hammasi o'z o'rniga tushib ketadigan narsalar. Ba'zi joylarda o'qiy olmay qolsangiz, xato aytib yuboradigan bo'lsangiz so'zlarni hech ham tushkunlikka tushishga hojati yo'q. Albatta ular asta-asta bir necha oylarda, 2-3 oylarda o'z o'rniga tushadigan qism, ya'ni o'sha jarayonlardan biri hisoblanadi. Bunga hech ham kallani qatirishni keragi yo'q. Shunday ekan, shu nemis tili alifbosini asosiy qismi hisoblanadi. Bugungi mavzuimiz shundan iborat edi. Agar sizlarda mavzu bo'yicha bironta bir savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Ich kann natürlich Ihre Frage antworten. Ya'ni men albatta sizni savolingizga qo'limdan kelgancha javob beraman. O'rganaman degan odamga Xudo xohlasa yaxshi shpargalka bo'ldi, yaxshi tushuntirish bo'ldi deb umid qilamiz. Xato kamchiliklari bor albatta. Bular uchun uzr so'raymiz, chunki imkoniyatimiz cheklangan. Imkoniyat resurslari ko'p emas. Shunday ekan, xato kamchiliklarni to'g'ri tushungan holatda bizni qo'llab-quvvatlab, kanalga a'zo bo'lib, shu darsni o'qishda davom etishingizni so'rab qolamiz. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar.